Demek 3 ga 3 matritsa berilsa, berilgan bo'lsa, matritsa deyman. Misol 1 2 3 0 1 4 2 minus 1 0 bo'lsa, teskarisini topmoqchimiz. Demak, determinantini hisoblaymiz. 1 2 3 0 1 4 0 bo'lsa, demak nima bo'ladi? Bu 0 tak 16 0 6, demak 0 plus, demak 4. Necha bo'ladi? Demak, xo'p, 20 14 bo'ladi. Teskarisini topmoqchi bo'lsak, mana 1 2 3 0 1 4 2 minus 1 0 deymiz. Bu yonda mana bu ikkita ustunni yozib olamiz. 0 1 2 minus 1. Pastdan ikkita satrni yozamiz tepadagi. Demak 1 0 2 1 3 4 1 0 2 1. Mana bunday yozamiz. Demak, teskarisi a minus 1 bu 1 taqsim 14 nima bo'ladi? Mana bu bilan mana buni olamiz. Demak, bu 4 deb beradi. Bu bilan buni hisoblaydigan bo'lsak, minus 3 bo'ladi. Bu bilan buni hisoblaydigan bo'lsak, 8 3 5 bo'ladi. Xo'p, xuddi shunday. Demak, bu 8 bo'lsa, bu 0 bo'lsa, bu 8 bo'ladi. Bu 0 bo'ladigan bo'lsa, bu minus 6 bo'ladi. Bu 0 bo'lsa, bu minus 4 bo'ladi. Bu demak minus 2. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 5. Demak, bu 1 bo'ladi. Ha, demak, mana shu 3 ga 3 berilgan matritsani teskarisi mana shunday top olinadi. Agar demak bizlar hisoblamoqchi bo'lsak, misol uchun a ga a minus 1 ni ko'paytirsak, necha bo'ladi? 1 taqsim 14 hisoblasak, demak 4 16 minus 6. Demak 14 bo'ladi. Buni hisoblasak minus 3 minus 12 minus 15 mana bu 0 bo'ladi. Demak bu 5 minus 8 3 bu 0 bo'ladi. Demak bu bilan buni hisoblaydigan bo'lsak 0 8 bu 0 bo'ladi. Xo'p, 0 minus 6 20 14 bo'ladi. Demak 0 minus 4 0 bo'ladi. Bu demak 8 minus 8 0 bo'ladi. Demak minus 6 plus 6 0 bo'ladi. Bu 10 bo'ladi, 14 bo'ladi. Mana demak. Ya'ni bu degani mana birlik matritsa degani. 1 0 0 0 1 0 0 1.